musibatlarni sinchiklab o'rganib chiqsangiz, aksariyatining sababi yomon ulfatlarga borib taqaladi. Sigaret chekish chiqadini o'rganadi, ko'chadan o'rganadi. So'kinish chiqadini o'rganadi, ko'chadan o'rganadi. Xo'roz urishtirish chiqadini o'rganadi. Kompyuter o'ynashni-chi. Qaranglar-da, farzandingizda qanaqa bir sizga yoqmaydigan salbiy sifat bo'lsa, yaxshilab tekshirsangiz, uni albatta ko'chadan o'rgangan. Aytganmiz, farzandni qalbini, aqlini, bo'sh vaqtini siz foydali narsa bilan to'ldirib qo'ymasangiz, u vaqt bo'sh qolmaydi. U vaqtni albatta egallab qo'yishadi. Uni aqlidagi, qalbidagi bo'sh joyni albatta to'ldirib qo'yishadi. Kimlar? Ulfatlar, ko'chadagilar. Endi mana Shomdagi katta masjidning imomlaridan biri aytadi, uni avval aytganmiz. Bir yosh yigit bor edi, darslarga bir tez qatnab turadigan, doim darslar